Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Baxtiyor Xudarganov. Professional ustalarimizni bugungi ishi To'rtko'l tumani Ko'kcha Ofi Xumo ko'chasida Rustam akalarning uyida bo'lib turibdi. Hozir qanday ishlar olib borilyapti, nima ishlari bitdi, ish sharoitidan qisqacha lavhalarni va bizning professional ustalarimiz nishatib otopleniya o'tkazishini sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozirdan bir like'larni bosib qo'yamiz. Original kotyolni nerdan farqlashni bugungi videorolikimizda original batareyalarni nerdan farqlashni, qolaversa nishatib ishlashni, qanaqa uqlon berishni bugungi videoroliklarimizda bilib olishingiz mumkin. Bugungi videoroliklarimiz sizlarga juda ham qiziqarli va foydali videorolik bo'ladi degan umiddaman. Men o'zim ham shu yerda ishlab yuribman do'stlar, robotchi kiyimdaman, alashtirmaysizlar. Asa videorolikimizni boshladik, ko'rib turganlaringizdan bu Ko'kcha Ofida Ko'kcha qishlog'ida ne yo'q ekan, gaz yo'q ekan, shuning uchun ko'mir otopleniyalarni o'tirib borayotirmiz bir chetdan. Umuman bu yerda hech kimda yo'q ekan. Agar kimda kim ko'mirda yanadon kotyol kerak bo'lsa, yo bo'lmasa ko'mirdan kotyol otopleniya sistema o'tirajak bo'lsa, kotyol qo'ydirib, yo bo'lmasa stennoy kotyol qo'ydirajak bo'lsa, teplый pol o'tirajak bo'lsa, santexnik ishlari bo'lsa, biza o'zlarimiz borib professional darajada chiroyli qilib o'rnatib, mashinatib bir yilgacha garantiyalarini berib kelamiz do'stlar. Asa like'ni bosinglar, ketdik. Birinchi sizlarga bu yerdagi narsalarimizni ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Pastda turgan, opisaniyada turgan nomerlarga telefon qilasizlar. Opisaniyada birinchi kommentariyada nomerlarimiz bo'ladi. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. O'zlarimiz avtomobil bor. Yuk avtomobilimiz hozir arg'i joyda bo'lib turibdi. Bu o'zlarimiz avtomobil. Bunda Duralimindan bo'lgan batareyalarimizni, alyumin batareyalarimizni, gradon tochkani, rezva yonadigan apparatini, rezva apparati, gazovoy kulichi hammasi bor ko'rib turganlaringizda. Kelinglar, instrumentlar bilan bir qator ko'rsatib boramiz. Bu turba gip deb aytiladi. Turba gipimiz. Bu turba qayradon mashinkamiz. Bu yerda ustamiz, главный ustamiz Quvonchbek. Bizning hamma professional ustalarimiz 20 yil stajga ega do'stlar. 20 yil mobaynida ish bilan shug'ullanib Suvarka, kontachka, optagin, no pishiradigan narsa bo'lsa pishirib tashlaymiz. Alyumin pishirish deysizlarmi, boshqasi. Bu yerda bizning atotlarimiz, nelarimiz turadi? Bular ham чисти kazakskiy, rossiyskiy zamba, hammasi kazakskiy, rossiyskiy materiallarni ishlatamiz. Bu yerda yana 32lik, 25lik, 20lik, 15lik turbalarimiz. Hammasi 208 qalinligini ko'rsatib bering. Yaqinroq kel. Qalinligini bemalol ko'rishingiz mumkin. Hali bu kazakskiy turbamiz do'stlar. Juda ham mustahkam, ajoyib. Bu yerda отбойник, preparator, lazerli urvin, keyin shunga o'xshagan ishda kerakli bo'ladigan narsalarimiz shu yerda bor. Bolg'arka deysizmi, shirpayot yoki sut chiqqan vaqtida shirpayotlarimiz ham bor, elektronli bolg'arkalarimiz ham bor, drellarimiz ham bor. Ish qilib svet bormi yo'q, bizlar farqi yo'q. Gap qisqasi shu. Bolg'arkalarimiz, bunda dur alyumin batareyalarimiz. Qolgani shu do'stlar. Qolgani shu. Oxirinda kotyolni aytib ko'rsatib o'taman. Nerdan farqlisizlar, nelarni ko'rib kuzatib olasizlar. Ko'pchilik hozir yurtdoshlarimiz ko'mir kotyol olib turibdi, lekin nechkindan olib turganini o'zi ham bilmaydi. Usta ko'rsatganini olaveradi. Ayrim ustalar o'z manfaatini ko'zlab dushgan sotuvchiga olib borib yotibdi. Undan bo'lmaydi. Shuni hammasini bugungi videorolikimizda ochib ko'rsatamiz sizlarga. Keling. Bu Duralimin batareyalarimiz do'stlar. Buni kraskasini, o'zini, shu biza o'rnatib ketgandan keyin qizishini, biza o'zlarimiz javob beramiz. Kraskasi ham sarayib qolmaydi, o'chib ham qolmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Eng zo'ri, eng yaxshisi ishini. Do'stlar. Keyin bundan ham 40 santimetrligi bor, 40 santimetrligi ichida ko'rsataman. Rossiyskiy zakonniy kranniklarimiz. Bir yerda birisi bo'ladi, bir yerda birisi bo'ladi. Ertang oboyatami uyni, yo bo'lmasa shpaxlov shetami, boshqa atami bemalol rezvodan yozdiradi. Buni olib turadigan oboylarni yopishtirib, keyin buni yana daq qo'yish imkoniyatlarına ega bo'ladi.
Görüp tursizlar dostlar, döşlerini hem kichkinatib döşeyip, chiroylatib, yine berni polni teyinini alıp o'tganmiz. Hali uborka bo'lmadi. Ish jarayoni-ku bu dostlar. Uborka kerakmidi ham hozir. Ona e'tibor bermanglar. Bizning teyindan turbanni eshik teyindan chatib olib o'tganimizga e'tibor berasizlar, chiroylatib. Egas aytdi, shunatib o'tirib beringlar. Polni teyinni o'tirib beradilar desak, yo'q, shunatib o'tirib beravanglar. Mana turbani divorda turgani ham yaxshi, turbadan ham issiqlik kerakdi, batareyadan ham deb aytgan uchun shunatib o'tirib berdik do'stlar. Eshik ochganda taxtasini qoqib beradi, eshikni ochganda boshqa aytganda hech narsaga xalaqit bo'lmaydi. Yana shundan gap. Bu yerda professional ustalarimiz ishlatib turibdi. Bularning ishini xalaqit bermagan holda, xudo xolasa, ichkarini ko'rsatib chiqamiz, keyin bu yoqni ko'rsatamiz. Keling. Bir dalan hisobi, dalan hol. Bu yoqqa onda batareyani qo'yganmiz, zagonlatib kelib, cho'tkatib 25 tane adashmasam bemalol ko'rishingiz mumkin. Lazerli uruylarga qo'yib ishlanadi bizda hamma narsa. Xudo xolasa, bunda zalimiz bitdi. Bu 60lik, onda 40lik bor. Keling. Yaqinni ko'rsatamiz. Do'stlar, Çərişlər nələrə etibar vermişlər, xuda xalasa. Chiroylatib o'rnatganmiz. Yine shundan bo'ladi. Bu 40lik. Bu 40'lığı zaxunatib o'rnatilgan. Yine bu narsalarni ham 90 gradusda büküp chiroylatib ishlab berganmiz. Yine 90 gradusda burilib, chiroylatib ishlab berganmiz. Minnesine qarasangiz ham zaxunni ko'rinadi, tekiz ko'rinadi, pastdagi turba bilan bir xil bo'lib ko'rinadi. Ustundagi turbamiz ham. Divordan ochiqligi do'stlar 3 cm. Ertang bugun shpaxlovka ataman, divorni do'g'irlayman, divorlari mindim bo'ladi u qadimgi uylar. Divorlari mindim bo'lgani uchun sal ko'proq zazor qoldik. Keling, baxtni oling. Sal shamollaganman, alashtirmishlar do'stlar. Birini açık kaldırganımıza sebep dostlar. Turban teyini göstereyim. Turban teyini açık kaldırganımız sebep. Yeten şifaklovka tartamı, aboy tartamı, başka nerse tartamı. Şunun için şunu açık kaldırdık. Baxınam. Turba, neçelim divala yakın duraverse, turbanı şu ötken joyi şunu qaraytıradi, divalni qaraytıradi. Yeten aboya təsimi, fona təsimi bari şunu qaraytıradi. Şunun için sel köprak açık ketemiz. Tipa ertang şuraz arkasına zarar vermeslik için iyi ustalar hazretip krasik vurup başkatib işlegenden hiç kime xalaqit vermeslik için. Görüp turganlarınızda bir liniyada batareyamiz hamma narsamiz konkret etib o'rnatilgan, lazerli uruyga alingan do'stlar. Qazıqlardan bir qator e'tibor berasizlar, qazıqlardan chiroylatib urib taxlaganmiz. Hamma narsasini natijamiz ishorda, imbeda aydan yaqinda xudo xolasa kaçolu bo'ladi, kaçolni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa ishlatib bu joyimizni bitirdik. Kranliklarni, rossiyskiy kranliklarni qo'ydik. Mashina tibini hali bu tuziladi, bellarni fon oralib ish jarayoni shunday bo'ladi do'stlar. Qani kelavering. Bu joyimiz do'stlar SSSR vaqtida qurilgan ekan. SSSR vaqtida qurilgan, juda ham mustahkam etib, ham beri beton ekan. Shuning uchun 3 kunda bo'lishimiz kerak edi. 3 kundan o'tadi o'xshaydi do'stlar, bu safargi ishimiz. O'zlaringiz bilasizlar. Bize ishlarimizni 3 kundan orqaga o'tirmaydik. Bu hamma joyi beton bo'lgani uchun, betondan chisti ichida olmatarlar, qarqozlar konkret etilgan ekan. Bu betondan solingani uchun Noche? Ya, onda emas. Olib turibdi. Xudo xolasa. Texnik nosozlik dedik, texnik nosozliklar ham bo'lib turadi bizning telefonlarimizda. Shunday narsalar do'stlar, yana deshlarni qo'ldan kelgancha kichkinaratib do'shdik. Kichkinaratib do'shamizda bunday kattaytirib ham qo'ydik. Shuni ko'rsatib bering, yaqinroq keling. Brex'ni oling. Aldasın Brex'da. Yine shunday do'shildi. Sababi bu ichidan olmaotir, setga, yana bir narsalar o'tganiga shu sababdan oyoqdan ursak, baqini qo'parib yotdi, oyoqdan baqda ursak, oyoqni qo'parib yotdi. Shu sababdan shuni do'shiklari shunday katta bo'ldi do'stlar. To'g'risini to'g'ri aytgan yaxshi.
Agar A5ni loydan solingan joy bo'lganda, undan ham kichkina, chiroyli bo'lib chiqqan bo'lar edi. Endi ishlatamiz, o'ylashana qarab yumshataveramiz edi-ku, qarlar. Shuning gapi. Bu ham 40 santlik lazer nuriyni olingan, hamma yoqlari bir xil. Emondayni uchakda turadi, bizani suv soladigan bachoklarimiz, bochkalarimiz. Endi depada, sho'rdan doğru bölünüp, baqa hamma yoqqa suv bo'linib ketadi sho'rda. Depadan suv solinadi. Şöyle koyduk rasiritelini baklarımızı. Xudo xolasa, endi bu yoqqa o'tamiz keyingi joyimizga. Bu yerdan do'stlar, aslida 12dan qo'yib berishimiz kerak edi, sal oraqroq qolaverasiz. 12dan qo'yib berishimiz kerak edi. 2 batareyamiz bırak chiqdi. Shuning uchun 11dan qo'yib berdik. Sababi rezvasini qattirgan vaqtimizda qattiroq tortib beribman. Jarqasida ichini rezvasi, shu sababdan 11dan bo'ldi, bo'lmasa 12dan bo'lishi kerak edi. Egasini uzr so'raymiz. Kuch ko'p tashlatamiz. 90 gradusga bukilgan, turbalarimiz 90 gradusga bukilgan, lazerning uruyini olingan, qaziqlar ham chiroylatib, o'zini mahkamlanib, uruyina qo'yilib tuzilgan do'stlar. Rossiyskiy kraniklari qo'yilgan, bu 40 santimetrlik batareyalarimiz. Ne uchun 40 sant qo'ydinsizlar, 60 sant qo'ymadingizlar desangizlar, bellari 60 sant sig'maydi do'stlar. Shuning uchun chiroylatib, o'zini yarashqini galdirib, yarashqini aytib 40 santdan qo'ydik. Xudo xolasa. Kelasi endi oxirgi joyimizni ko'rsatamiz va kuxnya bilan banani ko'rsatamiz. Yine yo'rt turganlaringizdan bu yoqdan qarasangizlar ham bo'ladi, bu yoqdan qarasangizlar ham bo'ladi. Yine shunday deb zakonni aytib, standart aytib, bir xil aytib qo'yganmiz. Sal baxroqdan. Yine kraniklar ham chotki, hamma yoqlari moshni ishlab, durujib turibdi. Yine hamma yoqlari lazer nurini olingan, qaziqlar ham pishirilgan. Qo'shiladigan yerlarni ham chiroylatib, bilinmayotib qo'shib, o'zini giyizib, taxlab berganmiz. Buni ham hamma ustalar aytavermaydi do'stlar, shuning uchun şeylerden e'tibor berasizlar. Bergi xonamizdan kelib, bu yerda xatot bilan chiroylatib, aylantirib o'tirib berganmiz. Tepasini ham shunday buyoqdan kelib, uklon bilan chiroylatib, atotlarni qo'yib o'tirib berganmiz. Endi shunday bo'ladi do'stlar. Ustalarning ishi men ham davom ataplanish sohasida davom gap chechan bo'lmaganim bilan ishni bir ko'rgandan ko'zini o'yadigan bolalarman. Ana shunday gaplar. Endi aslan bu yoqni ko'rsatamiz. Endi bu yoqda ishlar ham sizlarga bir qator chiroylatib ko'rsatsak, menimcha juda ham zo'r ish bo'ladi. Bu yerimiz kuxnya. Bu yerimiz kuxnya. Kuxnyamizni ko'rishlaringiz mumkin. Kuxnyaga bu yoqqa o'tirib ketamiz. Koridorga, xola. Shuni o'tadi. Bu yerlardan turbalarni tashab, bu yerga 60 dan qo'ydik. Bek buncha dana? 12 dana qo'ydik. Bu yer uzinasi где-то bir 6 metre, 4 metre bor, 3,5-4 metr eni. Shuning uchun shuni qizarib turish uchun qo'ydik. Hamma yoqlari zakonni chiroylatib o'tirdik. Bu yoqda bobib, baniga 10 dana qo'ydikmi? Baniga 10 dana qo'ydik, 10 danani ana yerni pishirib turibdi do'stlar. Ha, gipsokardon novi deb so'rashlaringiz mumkin, ana gipsokardon. Gipsokardon patologni eritib vermeslik uchun, patologni xarakter vermeslik uchun qo'yiladigan narsa. Ana gipsokardonlarni qo'yib professional darajada ishlaymiz. Endi yuring shunday. Xudo xolasa bir yaxshidan chiroyli qilib ko'rsatib chiqdik sizlarga. Endi kotolni ko'rsatamiz va shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz. Original batareyalarni do'stlar, o'zini ishining garantiyali talonlari bo'ladi, qo'llanmalari bo'ladi, boshqalari bo'ladi. Korobkasini hozir ochib ko'rsataman. Buniki olingan ekan. Buniki endagi. Buniki u tiyindagi. Originali do'stlar shunday bo'ladi.
Zaxonni ajoyib. Endi xudo xolasa, araqda o'taman, bu yoqda o'taman. Bu yoqda o'tavering, kelavering. 100 ming kelavering. Bu yerda quduqdan foydalanadi ekanlar. Quduqqa distillangan suv solib, shu quduqdan olib foydalanaveradi ekanlar. Suvdan ozgina tanqis ekan belli. Xudo xolasa, egalari kotelxona quramiz dedi. Shuning uchun teylarini chiroylatib quydilar. Teylarini shunatib chiroylatib quydilar. Moshni etib, gömgek o'tirtdan ko'rib turganlar sementni ayamasdan. Endi shlaqabetondan, shlaqablokdan chiroylatib, o'sha kotelxona quradilar, shunday etib. Bu yer banisi do'stlar. Xudo xolasa, kotelimizni ko'rib tursizlar. Kotelimiz endi shunday bo'ladi. Bu 4 zetli 17 dana batareyası var içinde. Rossiyskiy batareyadan 4 zetli Rossiyskiy batareyadan 17 danası var. Xalasanızlar bir yerden yaxşılarınız mümkün. Xalasanızlar bir yerden yaxşılarınız mümkün. Arkasından musurlarını alasılar ve moğurlarını tazalasılar boladı. Yaxırak gelip işlerini götürtüverin. Köpleri farklap bilmeydi da. 2 zetli ya 1 zetli alalardan keyin çolaşıp verildi dostlar yine. İçinde Rossiyskiy batareyalar. Bir yerde 2'den koyulgan, o peste 1'den koyulgan. Bakında yine zetleri. Benim ona gösterişiniz mümkün. 4 zetli, moşni etip, düzeltilen, konkret etip, taxlangan. İşini etip, görüşleriniz mümkün dostlar. İlgileri judayam memnun. Yine 2 gün oldu. Şurada işlep turibmiz. Xudo xolasa. Bugün kotelni o'rnatsak, suv solib ishlatib berib ketamizdagi umiddamiz. Like'ni bosing, kommentni yozing. Birinchi opisaniyada va birinchi kommentariyada bizning telefon raqamlarimiz bor. Xohlasangiz ko'mir kotel qo'ydirishingiz mumkin, xohlasangiz gazli kotel qo'ydirishingiz mumkin, xohlasangiz stenoy kotel qo'ydirishingiz mumkin. Xohlasangizlar kanalda salik santexnika ishlar bo'lsam telefon qilaveringlar, chiroylatib arzon narxlarda yurtdan chiqsak ham, eldan chiqmayin, el qatori chiroylatib o'rnatib beramiz do'stlar. O'z ishini professionallarni, o'z ishingizni hech ikkilanmasdan topshirishingiz mumkin. Chiroyli qilib, ko'nglingizdagi didingizdagidan ham chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Görgende görüşünce sağ salamat bo'linglar, like'larni bosib, kommentda shaxsiy fikrlaringizni yozib qoldinglar. Xudo xolasa bitgandan keyin qiziq chiroylarni, shu joyning egalari bilan suhbatlarni, hammalarini videoroliklarimizda qo'yib chiqarib boraveramiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin do'stlar. Görgende görüşünce